katta musobaqadan keyingi turadigan musobaqa hisoblanadi. Demak, juda yuqori darajadagi musobaqa. Buni FIFA har bir davlatga ham ishonib topshira olmaydi, chunki bu juda katta musobaqa. Shu sababli FIFA prezidenti Infantino ham kelganda, bir necha bor o'zimizga mehmon bo'lganda bu sharoitlarni kuzatdi va Kimni ko'r? Ana adat. Kimman bu? Kim bu? Ada ovaman videoga. Ada videoga ovaman. Konsultatsiya qildirsangiz. Taniyapsanmi adani? Yo, men bu kim bu? Sen emas, ada bu. Saviyada bu musobaqa tashkil etiladi prezidentimiz tomonidan. Ada videoga ovatdimi? Prezident nima dedi? Sifatli tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish haqida qarorlar chiqmoqda. Hajmi tomonidan rekord darajaga keladigan maydon qurilish ishlarini boshladi. Men o'ylaymanki, juda ham ajoyib o'tadi bu musobaqa tayyorgarlik. Terma jamoalar bilan juda ko'p davlatlarda bo'lamiz. Shu sababli u yerlardagi sharoitlarni ham ko'ramiz. Hozir